Mana hozir jentera mashinamiz kelgan. Paroka barjorik deb ezilib qolgan ekan. Mana holatlari. Hozir shuni o'zini tortib chiqaramiz. Keyin kraska qo'shgan joyiga kraska qilib beramiz parokani shuni. Parok valnovo pachoviga kirib ketgan. Ko'tarib oldik, konkret qo'yib. Hozir kley yopishtirib tortishga boshlaymiz endi. Mana jentramiz oldi, krilosi ham metini bo'lib qolgan. Hop, shularni ham to'g'rilab beramiz. Holati. Mana hozir paroklarini chiqaryapmiz, kleylab. Mana ancha chiqarib qo'ydik уже. Tortib. Mana teylari ham chiroyli bo'lib kelyapti hozir. Holati ishimiz davom etyapti mana. Mana jentramiz ham bitdi. Parok kalinkalari ham. Mana stiklarni hozir yopib polirovka qilib berdik. Mana holati. Mana kirlarni ham chiqardik. Endi hozir mana bu kirlarni ishqalab tozalab tashlaymiz. Riskli bo'lib ketgan. Ishqalanganda hozir mana shuni ishqalab polirovka beramiz. Mana holatini ham. Paroklari. Mana kirlogimizning holati. Mana paroklarimiz ham. Xudo xolasa ishimiz bitdi. Ko'rinishlari. Kalinkalari ham bo'ldi. Bu ich taraflari ham o'zi butun qoldi. İşimiz bitti. Egasiga topshiramiz endi xudo xolasa.